Dasturimiz davom etadi. Jasurbek yana bir dolzarb mavzu. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga ko'ra iste'molchi biror bir xizmat ko'rsatuvchiga murojaat qilganida o'z tilida ma'lumot olish huquqiga ega. Xo'p. Lekin, Xo'sh. bu deylik restoranlar misolida oladigan bo'lsak, hamma joyda ham amal qilinmaydigan qoidaga aylanib qolgan. Ya'ni nazarimizda. Masalan, biror bir o'zbek milliy taomlari restoraniga kirasizmi yoki shu kabi restoranlarga kirsangiz, yoki ingliz tilida yoki boshqa tilda yozilgan menyuga ko'zingiz tushadi. O'zbek tilidagisi deyarli bo'lmaydi. to'xtang, agar men o'zbek milliy taomlariga kirsam, taomnoma ro'yxati o'zbek tilida emas, ruscha, inglizcha bo'lsa, unga qanday chora ko'riladi? O'zbek tilida ma'lumot berishlarini talab qilishingiz mumkin qonunga ko'ra. Bo'ldi, tushunarli. Demak, huquqim bor. Ha, so'rab bor. Hozir batafsil aynan mana shu navbatdagi lavhada to'xtalib o'tamiz bu mavzuga va yurtdoshlarimizning fikrlarini hamda qonun tomonlarini o'rgangan hamkasbimiz. Keling, kuzatamiz. Raqobat qo'mitasining xabariga ko'ra, Navoiy viloyatida taomnomani davlat tilida taqdim etmagan umumiy ovqatlanish korxonasiga tegishli ta'sir chorasi qo'llanildi. Bu birgina misol. Lekin boshqa ovqatlanish joylarida holat qanday? O'zbekiston Respublikasining iste'molchilar huquqini himoya qilish qonunidagi iste'molchilarimizga beriladigan talablarni o'rganib chiqadigan bo'lsak, mazkur talablarga asosan har bir iste'molchiga beriladigan ma'lumotlar avvalambor davlat tilida berilishi qayd etib o'tilgan. Ya'ni bu narsani har qanday tadbirkorlik subyekti, O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyekti bu narsa to'g'risida to'liq, aniq, tushunarli ma'lumotlarni davlat tilida olish huquqiga ega. Umumiy ovqatlanish shoxobchasidagi o'sha narxnomalarni yoki taomnomalarni davlat tilida emasligi bu ham qonunchiligimiz talablariga zid hisoblanadi. Bu to'g'risida 2024-yilda oxirlarida biz umumiy tarzda butun respublika bo'yicha o'rganishlarni o'tkazganmiz. 12 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlarini 750 ga yaqinini so'rov yo'llari bilan o'rganishlar o'tkazganmiz. Mazkur so'rovlarni o'rganish natijasida shu narsalar ma'lum bo'ldiki, 75% umumiy ovqatlanish shoxobchalaridagi taomnomalar davlat tilida emasligi aniqlandi. Hozirgi kunda ko'p kuzatamiz, ya'ni o'sha Toshkent shahar o'zida ham ko'plab restoranlarda murojaat qilishganda rus tilida murojaat qilishadi yoki boshqa tillarda murojaat qilishga harakat qilishadi. O'zbekiston hududida murojaat qilishganda rus tilida murojaat qilishyaptiki, ular fikrlashadi, rus tili yoki boshqa tillar o'zbek tiliga nisbatan yuqoriroq darajada degan tushuncha paydo bo'ladi. Menga hech qanaqa noqulaylik kelib chiqmaydi. Aynan shu restoranga qaytib kelgan bo'larmidingiz, boshqa tillarda xizmat ko'rsatgan? Kelardim, shu tilni o'rganishga harakat qilamiz. Baribir ingliz tili endi zamon talab bo'lib qoldi. O'zbekcha muomala qilishsa bizga yaxshi bo'lar edi. Boshqa tillarni bilmaymiz boshqacha. O'zbekcha muomala qilishsa yaxshi bo'lar edi, albatta. Aynan o'sha restoranga, masalan, chet tilda xizmat ko'rsatgan restoranga qaytib kirgan bo'larmidingiz yana? Unchalik kirmagan bo'lar edi. Nega siz muomalada qiyinchilik bo'lsa tushuntira olmaysizda nima xohlashingizni? Masalan, rus tilini bilaman. İngliz tili kelmasa kerak bizda. Boshqa davlatlarda bo'ladi. Bizda yo'q unaqa ingliz tili, fransuz tili, arab tili, nemis tili bu yo'q bo'ldi. Nemis tili bo'lsa javob berishi mumkin. O'zbek oshxonalarga kirsam, albatta o'zbekcha gapiraman, ular majbur. Demak, ularni majbur qilasiz. Majbur, ular o'zbekcha gapirishga majbur. Bo'lmasa yozib qo'ysin katta qilib. Ruscha gapiramiz deb, undan keyin o'ylab ko'rish mumkin. Masalan, O'zbekiston Respublikasi hududida boshqa bir davlatni bir oshxonalar bo'ladigan bo'lsa yoki umumiy ovqatlanish shoxobchalari bo'ladigan bo'lsa, albatta mazkur tadbirkorlik subyektlari O'zbekiston Respublikasidagi mavjud qonun talablarini hurmat qilgan holatda berayotgan ma'lumotlarni avvalambor davlat tilida qo'shimcha ravishda bu narsani boshqa tillarda berib borishlari mumkin. Lekin davlat tilida berishlari majburiyligi belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonuniga ko'ra, davlat tili o'zbek tili. Barcha xizmat ko'rsatish maskanlari, jumladan umumiy ovqatlanish joylari ham mijozlarga davlat tilida ma'lumot berishi shart. Biroq o'rganishlar shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat restoran va kafelar menyularni faqat chet tillarda taqdim etmoqda. Bunday holatlar bo'yicha davlat tashkilotlari faqat ogohlantirish bilan cheklanadi. Jarima yoki boshqa qonuniy choralar esa ko'rilmaydi. Bu esa o'z navbatida o'zbek tilining rasmiy muomalada to'liq qo'llanilishini ta'minlashda muammolar tug'dirmoqda. Vazirlar Mahkamasining chakana savdo to'g'risidagi qoidalari mavjud. 75-sonli mazkur 75-sonli qarorimizda ham umumiy ovqatlanish
shoxobchalaridagi qo'yiladigan talablar to'g'risida ham batafsil qilingan. Bu ikkinchi ilovada aniq, to'liq, tushunarli qilib belgilab o'tilgan. Mazkur talablarga asosan sanitariya gigiyena qoidalari, bundan tashqari davlat tilidagi berilgan ma'lumotlar to'g'risida ham aniq, tushunarli qilib berib o'tilgan. O'zbekistonimizda bilasiz, 130 dan ortiq millatlar yashaydi. Albatta mazkur millatlarni ham udumlarini himoya qilgan holatda boshqa tillarda ham berib o'tishlari mumkin. Lekin aniq yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, avvalambor O'zbekiston Respublikasi hududida davlat tilida ma'lumotlarni taqdim qilishlarini so'rab qolamiz. Ko'rib turganimizdek, xizmat ko'rsatish maskanlari avvalo davlat tilida axborot taqdim etish kerak. Bu nafaqat qonun talabi, balki tadbirkorlar uchun ham qulay strategiya.